yoki namozga borgan paytida ichingizdan o'tmadi. Ana o'sha guvoh bo'ldi. O'sha odam guvoh bo'ldi. Ertaga siz jannatga kirsangiz, u do'zaxga tushib turganda, nimaga u jannatga kirdi namoz o'qimay turib deb sizni tortadi oyog'ingizdan. Bu haqiqat. O'shaning uchun bir-biringiz bilan raqobat qiling. Raqobat. Nimaga har bir sherik qo'yaman? Bir-biringizga raqobat bo'linglarki, ko'rsatib qo'yinglar taqvo qattalik. 10 kun chidab bering. O'sha joningizdagi sherikingiz oldida kerak bo'lsa o'sha taqvodor, haqiqiy musulmon bo'lavering. Bundoq qarab o'rnak olsin sizdan. Bundoq qarab, deydi. Ana ertaga ko'cha-ko'chada ko'rib qolsa, bu taqvodor deydi. Mayli, siz qanaqa uyingizga borgandan keyin o'zgarasizmi yo'qmi? Lekin bu yerda turib bering. O'sha odam jannatga kirsa, meni bitta xonadoshim bor edi. 5 vaqt namozni ado etardi. Nimaga u jannatda yo'q degan savolni berganda Alloh do'zaxda turgan sizni jannatga olib beradi inshaalloh. Inshaalloh. Umradoshmiz, 2 kundan beri yuribmiz. Haligacha bir-biringizga bismillahirrohmanirrohim bir qilinglar. Shumi sunnat? Shumi sunnat? Qani oqibat? 46 ta odam bitta agarda avtobusimiz hozir yo'lda ketayotganimizda Alloh o'zi asradi, nimadir palakat bo'lib o'lib ketsa, otingizni ham bilmaysiz, kimligingizni. Qani oqibat? Sizlar bir-biringizlar jannatga yetayliksizlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kimlardir gaplashsalar, yer yuzida mendan boshqa hech kim yaxshi ko'rmasalar kerak deb o'ylayotganlar. O'sha odam. Siz nimaga bitta odam bilan gaplashganingizda o'sha odam o'shaqa holatga tushmayapti? Kibringiz bormi? Jannatga kirmaysiz. Zarracha kibri bor odam jannatga kirmaydi. Kirmaydi, bu haqiqat. Kibrimni oyog'ingizga tegib qo'yingda, yanchib tashlang. Mana bu yerda onaxonlar bor, xizmatini qiling. Siz yoshsiz. Kerak bo'lsa xonada o'tirganda ona nima kerak? Kimlardir onasi o'lib ketgan bu dunyoda, to'g'rimi? Boshqa onani hurmatini qilib joyiga qo'ying, inshaalloh o'sha duosini olasiz, ko'karasiz. Yana baxt kerakmi? Обязательно o'zingiz onangiz bo'lish shart emas. Onangiz tengi odam xizmatini qilsangiz ham duosini olsangiz o'tadi inshaalloh. Yoki siz qaraylar. Sizlarning ishinglar faqat duo qilish. Sizlar bizdan duo qilinglar, bular ko'karsin. Rivojlansin. Men bor o'zi qattiq gapirib qo'ydim. Chunki men dalolat qilmasam, ertaga meni yoqamga osilasizlar. Xo'p, hozir avtobus keladi, hammamiz ketamiz. Birinchi qiladigan ishimiz xufton o'qib oldinglarmi? Bo'pti. Srazu hammamiz bitta to'planib Ka'baga boshimizni yerga qaratib boramiz. Hamma Ka'bani ko'rganda birinchi qiladigan duosi: "Ey Allohim, shuna yerga qarab turgan bo'lsangiz, uzog'i 150 metr yo 100 metr oralig'ida yoki 200 metr oralig'ida qancha qo'limdan kelsa yaqinroq boraman. Askarda amallab, avaylab sizlarni chetroqqa olib boraman deb qo'yib qo'yaman askar haydamaydigan joyga. Boshingizni ko'taring Ka'ba men tarafda deganimda siz nima qilasiz? Shunda boshingizni ko'tarasiz. Ey Allohim, meni shu o'ttaligimda hamma duolarimni ijobat qil.